Assalom, umoqsha kichiklar. Bugun Yeşilçaqning bog' o'stirishi degan hikoyani anglamdik. Undaqda boshlaylik. Quyosh parqirab, havo nihoyatda go'zal chiqqan bir kuni. Yeşilçaq, bugungi havo urug' terishga toza mos kelgidek, deb o'ylabdi. Hamda kichik ikki xaltadagi urug'larni ko'tarib, asbab qo'yilgan kichik uyiga kelibdi. Bu yerga ara, uzun sapoqliq gurjak va kichik gurjak qo'yilgan ekan. U lozimliq asboblarni ilib, etizliqqa kelibdi. Yeşilçaq oldi bilan arini ishiltib, etizliqning to'plarini ag'dirib, yumshatibdi. Uningdan keyin kichik sapoqliq gurjagini ishiltib, urug' teriydiganga kichik o'rakchilarni ko'labdi. Oxirida ko'lgan o'rakchilarga urug'larni teribdi. Hamda yaxshi sug'uribdi. Shunday qilib Yeşilçaq kunda degidek etizliqqa kelib, urug'larini sug'urib, nihoyatda yaxshi qarabdi. Bir qancha kunlardan keyin urug'lardan kichik yap-yeshil bix surib chiqibdi. Bu yeshil yumran bixlarni ko'rib, Yeşilçaq texim xushal bo'libdi. U doim etizliqqa kelib, u yerda o'sib qolgan yavi o't-cho'plarni o'tabdi. Usab qolganda ularga suv berib, nihoyatda yaxshi parvarish qilibdi. Shuning bilan bu kichik bixlar tezla cho'ngibdi. Bu notlar yaxshi parvarish qilinganlikdan tez-tez cho'ngib, oppoq chiroyli chechaklar echibdi. Chiroyli chechaklarni ko'rgan Yeşilçaq nihoyatda xushal bo'libdi. Chechaklar bir qancha kun echilib turgandan keyin tushib ketibdi. Etizliqdagi chiroyli gullarini ko'ra olmay qolgan Yeşilçaqning ko'ngli yerim bo'libdi. Mening chiroyli gullarim, chiroyli chechaklarim qanidi? Shundaq deb ko'ngli yerim bo'lib qarab turganida uning ko'ziga holrang kichik mevalar ko'rinibdi. Aslida o'ldirgan meva berish uchun u chechaklar tushib ketgan ekan. U qarab turgan shu asnoda kichik bir qushqash bir tal o'ldirgan mevasini yemoqchi bo'lib, cho'qilmoqchi bo'ldi. Yeşilçaq, "Bo'lmaydi, hozir yesang bo'lmaydi", deb to'labdi. Bu ovozdan cho'chib ketgan qushqashlar purrida uchib ketibdi. Bir qancha vaqtlardan keyin bu kichik o'ldirganlar yo'g'inab, qip-qizil qizirib, tazimga o'xshab pishibdi. O'ldirganlarning mezilik hidi yiroqdagi tiyinchoq, to'shqanchoq, shundaqla yer ostidagi qarg'u chashqanlarni boshlab chiqibdi. Tiyinchoq, to'shqanchoq va qarg'u chashqanlar Yeşilçaqning qo'lidagi o'ldirganga qarab, "Bizmi bu o'ldirganga eg'iz tegsak bo'lamdi?" deb so'rabdi. Yeşilçaq, "Albatta bo'ladi. Bu o'ldirganlar hammamizning to'yg'icha yeyishimizga kam kushadi yetadi", debdi. Shunda qilib ular o'xshagan tatliq o'ldirganlarni to'yg'icha yeb, nihoyatda xushal bo'lishibdi. Qanday kichiklar? Hikoyamiz qiziqarliqmikan? O'xshagan o'ldirganlarni sizlarning yig'inglar kelib ketdimi? Undaqda bugungi hikoyamiz mush yergacha bo'lsin. Kelarki qadimda ko'rishaylik. Allohga omonat.